Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obyektimiz Toshkentda Lunacharsky degan joyda ko'rib turganlaridek modulniy parket juda ham ajoyib qilingan. Bu pol bundan bir 15 yil oldin qo'yilgan shekilli, adashmasam. Biz kelib buni restavratsiya qilib, shlipovka qilib, o'zingizda bilgan Shvetsiyadan olib kelgan Bona apparatlarimiz va Tiger mashinalarimizni shlipovka qilib, laklab beramiz, xudo xolisa. Hozirgi kunda bu yerda restavratsiya qayta ishlash anaqalar ketyapti, jarayoni ketyapti va teshiklarni yopib shpakulovka ishlari. Xudo xolisa bu hafta chiqsa kerak bu yerdan shlipovkalarni qilib bitqizib. Kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ayniqsa remontdan keyin shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Stagon paketga murojaat qilishinglar mumkin. Kuzatib olinglar. Ishlarimizni qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon.